Agar viloyatda bo'lib turib, yeysan yana deysandan tandir xarid qilsanglar, sizlarni tandiringlar qanaqa qilib upakovkalarda chiqib ketishini sizlarga bugun ko'rsatib beramiz. Hozir qanaqa tandir to'g'risida gap ketayotganini bilib olishingiz uchun mana shu tandirimizni hozir Samarqandga berib yuboramiz. Kuzatib tursanglar, sizlarni tandirni ham xuddi shunaqa qilib berib yuborishimizni ko'rsatib beramiz. Hozir ketakdamiz. 551 kartaga Assalomu Farid aka, yaxshi. Assalomu. Buni tandirni Samarqandga berib yuboramiz. Hozir qanaqa qilib jarayonlarda ichida nimalari borligi, qanaqa qilib o'ralishi, o't uyda ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Shofyor aka hozir gaplashyaptilar mijozimiz bilan. Katta nima? Bu tandirimizga 70 ta somsa 10 ta non ketadi. Hozir naborining ichida nimalari borini bitta-bitta ko'rsatamiz. Bu narsasi qo'lis kuyib qolmasligi uchun kulli ustini yopagani bo'ladi. Bu tandir gazda ham, o'tinda ham ishlagani uchun ichiga garelkalarni qo'yamiz. Gazda ham ishlataversangiz bo'ladi. Tandir go'sht, tandir steklar qilaman desanglar, mana bunaqa X'lari bor. Bunda go'shtlarni ilib qo'yib qilsanglar ham bo'ladi. Mana bunda nerjavikadan bo'lgan nabori. Ani krestikka ilib qo'yib, bunda pishirib olasizlar. Hozir ichiga zarla qilgandan keyin buni ham ichiga solamiz. Balonlari bor, joyini o'zgartirib maza qilishda turasizlar. Kullini qayerdan olaman deb o'tgan bo'lsangiz, mana kulli pastiga tushadi. Mana shu yerdan olib to'kib tashlaverasiz kullarini. Hozir ustlarini ham zarga o'raymiz. Yana bu tandirni naborining ichida o'zini bunaqa issiq cho'li qo'qondozlari ham bo'ladi, somsa nonli uchun. Bu narsasi kulli ustini yopagani, qo'lis kuyib qolmasligi uchun shapkacha qilib yopib qo'yasiz. Balonlari bor, joyini o'zgartirib maza qilib ishlab turasiz. Narxini bilmoqchi bo'lsangiz, shunda kommentga o'ting, plus qoldiring, narxini yozib yuboramiz sizlarga. Mana bunaqa ranglardan bor, mana bu nomerlarda bo'lamiz. Murojaat ko'rasizlar. Cho'llarni ham solamiz. Hozir ustlarini o'raganimni ham qo'yaman oxirida. Bo'rini ichida. Hamma narsasini solib bo'lgandan keyin oxirida ham zarlaga o'raymiz. Tandirni devori lat yeb qolmasin deb, baribir shuncha niyatli qilib ovoz qilib, chiroyli yetib borish tarafdorimiz sizlarga. Samarqandga o'rab qo'ydik bu tandirlarni. Samarqandga berib yuboramiz. Yana aytkish kerak, o'zbek bo'lib turib chet elda yashayotgan fuqarolar bor-ku, vatandoshlarimiz. Vatandoshlarimiz. Padarka yubormoqchi bo'lsangiz, mana mana shunaqa padarkalar bilan xursand qilsanglar bo'ladi. Sizlarning padarkalar mana mana shunaqa holatda. Bu ham o'zi padarka bo'lib chiqib ketyapti. Amerikadan zakaz qilishdi, Samarqandga padarka bo'lib chiqib ketyapti. Lekin biz sizlarga ham chiqarib bera olamiz. O'zingizlarga kerak bo'lsa, chet elda bo'lsanglar, yetkazamiz. Dubayga, Rossiyaga, Amerikaga farqi yo'q. Aytgan joylarga qilib beramiz. Dunyoning liboy tochkasiga dastavkasi bor. Murojaat qilasizlar. Shu paddeshga qilib yuborib, bitta like bosib, kommentda plus qoldirsanglar, sizlarga narxini ham yozib yuboramiz mana shu tandirlarni. Oba mana ortvordi, xudo xolasa ketdi padarka. Kimnidir storiesi ketdi. To'xtaydi Farid aka. Balonlarda tormozlari bor, bosib qo'ysangiz bo'ladi. Xullas padarkamiz chiqib ketyapti. Amerikadan zakaz qilingan zakaz ketdi mana, xudo xolasa o'zini egasiga yetib boradi.